Bu videoda Polshada talaba kanikulni qanaqa o'tkazayotganini ko'rasiz. Uyda aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, talabalar yotoqxonasidagi xonamda kayfiyatim bo'lmasdan o'tirgandim. Telegramdan akam yozib qoldilar, bizanikiga aylanib kel ukam deb. Как раз dedimda notebugimni olib, sumkaga solib yo'lga chiqdim. O'zi hayotda ikki xil inson bo'ladi. Bir xil insonlar sizga energiya beradi, ulardan energiya olasiz. Bir xil insonlar sizdan energiyangizni olib qo'yadi. Men hozir o'sha energiya beradigan odamlarning yoniga ketyapman. Akalarim yoniga. Bu restoran amerikanskiy restoran. Polshadagi mashhur restoranlardan biri. Bir oy oldin ish qidirib yurganimda ish so'rab kirgandim. Polak tilini bilmaganim uchun ishga olishmagandi. Bir amallab avtobusda vokzalgacha yetib oldim. Falokat, meni poyezdim o'tib ketib qoldi. Mayli endi nima ham qilaman dedim, taqdir shu ekan deb keyingi poyezdga bilet oldim. Hayotgancha nimaga poyezd deb o'ylab qo'yotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki akamning uyi Varshavada emas, Bloniyda. Bloniy bu Varshavadan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan. Polshadagi kichkina shahar. Toshkentdagi Qibray desa ham bo'ladi. Keyingi poyezd 45 minutdan keyin kelarkan, 4 tomondan shamol shapaloq berishini ham hisobga oladigan bo'lsak, havo -25 gradus. Kamiga ichimdan gamajam kiymagandim. 45 minut bunaqa sovuqda keyingi poyezdni kutib turish ne variant edi. O'shaning uchun poyezdda keyingi ostanovkagacha yetib oldim. Ko'rayotganingizdek poyezdagi shunaqa har xil rasmlarni chizib tashlashadi. Yomon bolalar. Mami kaptardan ham yaxshigina sovuq o'tganmi deyman, bu ham stansiyaga kiryapti issiqqina deb. Bilmadim bu kaptar havoda uchgan payti qanaqa gradusda uchadi, bir kamida -50 gradusda uchsa kerak. Bloniyga ham kelib oldim. Havo sovuqligidan yengilda yoqqan qorlar hali erimagan, yo'llar muzlagan. Sirpanib yo'lni davom ettirdim. Mami domlarni ko'rib O'zbekiston esimga tushib ketdi. Chunki O'zbekistondagi domlar ham shunga o'xshab qurilgan. Yoshlar, beboshlar. Akamlarning mahallasida shunaqa sport markazi bor. Bu yerda jim, sauna, basketbol, voleybol va boshqa sport turlari bor. Eson-omon akamnikiga ham kelib oldim. Akam kutib oldilar. Uyda ovqat qilayotgan ekanlar. O'zim qilaman ovqatni deb ovqatni o'zim davom ettirdim. O'zi pachki tayyordi, ozgina tuzini sepib duxovkaga tiqib yuborsa bo'ldi deydi. Opa, ovqat tayyor. Endi buni yeyish kerak. U bo'ldi, bu bo'ldi. Videoni shu yerda tugatadigan bo'ldim. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.